Assalomu alaykum proktolog.uz kanalining kuzatuvchilari, qadrli obunachilarim. Bugun sizlarning e'tiboringizga proktologiyada eng yomon kasalliklardan biri desam ham bo'ladi. Bu o'tkir parapraktit yoki osteoparapraktit haqida ma'lumot bermoqchiman. O'tkir parapraktit nima? Oddiy tilda, sodda tilda tushuntirishga harakat qilamiz. O'tkir parapraktit bu o'tkir boshlang'ich kasallik. Nomi bilan ham o'zi mana o'tkir deyilyapti. Ya'ni o'tkir to'satdan boshlanadigan kasallik. Bunda orqa analniy sohada, orqa peshob sohada yoki hamma tushunadigan tilda aytamiz. Orqa peshob sohada atrofida to'satdan shish hosil bo'ladi, qizarish paydo bo'ladi. O'sha shish, qizarishni joyida mahalliyni ushlab ko'rsangiz temperaturasi oshgan bo'ladi. Bundan tashqari bemorda umumiy tanasi bo'yicha, demak, temperaturasi ko'tariladi. Ba'zilarda qaltiroq vujudga kelishi mumkin. Asosiy klinik belgisi bu bemorda o'tkir og'riq. Ya'ni bemor yaxshi yurgandi, kecha yaxshi yurgandi, bugun yaxshi yurgandi, to'satdan bemorda ertalab yoki kechga yaqin og'riq boshlanishni boshladi. Ya'ni orqa peshobida og'riq boshlanadi. Bemor o'tirsa ham, tursa ham, yutalsa ham, aksa ursa ham yoki balalaydan bir ozgina sakrab tushsa ham bemorda orqa sohada kuchli og'riq sezishni boshlaydi. Bemorlar hayron. 95% bemorlarimiz o'ylaydi, bu menda gemorroy hosil bo'lib qoldi, gemorroy kasalligi rivojlandi deb o'ylaydi. Aptekaga boradi, har doimgidek aptekerdan so'raydi, gemorroyga qarshi vitamin bormi deydi. Apteka, ha, bor, mana yaxshi dori kelgan deb beradi. Bir kun qo'yadi, ikki kun qo'yadi, borgan sari kun, soat sayin bemorda ahvol og'irlashib boradi. Ya'ni bemorda og'riqlar kuchayib boradi. Bemorda halovat qolmaydi, ishtaha pasayadi, holsizlik, umumiy intoksikatsiya, ya'ni umumiy zaharlanish belgilari bemorda kuzatilishni boshlaydi. Bu aynan o'tkir parapraktitning klinikasi. O'tkir parapraktit oddiy tushuntiradigan bo'lsak, demak, orqa ichak, ya'ni to'g'ri ichakning atrof yon to'qimalar, ya'ni kletchatkalarida to'satdan paydo bo'lib qolgan yiringli kasallik. Bu kasallik qayerdan paydo bo'lib qoldi? Bu kasallikning kelib chiqish sabablari juda ko'p, ya'ni etiologiyasi deymiz, sabablari juda ko'p. Oddiy aytadigan bo'lsak, kasallikning eng ko'p uchraydigan sabablaridan biri orqa ichakning oxirgi qismi anal kanal deyiladi. Ya'ni 3-4 cm teridan 3-4 cm tepa zona analniy kanal deyiladi. O'sha anal kanalda kriptalar joylashgan. Kriptalar, ya'ni Morganning kriptalar deyiladi. Bu kriptalarning vazifasi yuqori ichakdan kelayotgan axlatni sigmasini ichakdan o'tdi, ichakni to'g'ri ichak ampullar chastiga kelib orqadan chiqib ketayotgan vaqtda u kriptalar o'zidan yog' chiqarib turadi. Oddiy aytadigan bo'lsa, yog'. Ya'ni chiqib ketmoqchi bo'lgan axlatni atrofini yog'lab, ya'ni travma bermasdan, yirtmasdan, shilmasdan, orqaga zarar bermasdan hojatni yengil qilish maqsadida o'zidan suyuqlik ishlab chiqaradi. Aynan o'sha kriptalarni zararlanishi, ya'ni vaspalinasi, yallig'lanishi hisobiga o'sha kriptalar ochilgan joyga infeksiya qo'shiladi. Ya'ni bakteriya bo'lishi mumkin, bu har xil turdagi bakteriyalar. Infeksiya qo'shiladi. Natijada infeksiya qo'shilgan joyga kriptalarni chiqaruv og'zi yopilib, o'sha infeksiyaning hisobiga kripta o'zi ishlab chiqargan suyuqlik bilan birga infeksiya yallig'lanish chaqiradi. Ya'ni kuchli vaspalinni chaqiradi, yiring hosil qiladi. Bu yiring endi o'ziga organizmda yiring hosil bo'ldi degani, organizm bu yiringni qayergadir chiqarib yuborish kerak. Masalan, eslaylik, qo'limizga zirapcha tikon kirsa nima bo'lardi? Bu 2-3 kun qaramasak ham o'sha atrof yiringlab, oqarib kelardi. Ya'ni o'sha kirib qolgan yot narsani chiqarib yuborish uchun to'qima atrofi yumshab, o'sha narsani chiqarishga harakat qiladi. Xuddi shunaqa atrofda yiring hosil bo'ldi, bu yiring o'ziga yo'l qidirishni boshlaydi. Vaholanki yorib chiqish jarayonida teri qattiqlik qiladi. Ya'ni bemor o'shaning uchun ham bemorda kuchli og'riq his qiladi. Ya'ni borgan sari to'qima orasiga yiring yig'ilib boraveradi. Yiring nervlarni bosish hisobiga bemorda kuchli og'riqlar, kuchli, demak, holsizlik, o'sha yutalganda ham, o'tirganda ham kuchli og'riqlar hosil bo'ladi. Bu o'tkir parapraktit hisoblanadi. O'tkir parapraktit chalingan bemorlar buning klinikasini juda yaxshi bilishadi. Bunday hollarda bemorda zudlik bilan vrachga murojaat qilish tavsiya qilinadi. Kasallik nimadan rivojlanishi mumkin? Kasallik rivojlanishi sabablari ko'p. Asosiy sabablardan biri zax, sovuqlik. Masalan, sovuq suvga tahorat qilish mumkin, zax joyga o'tirib qolgan bo'lishi mumkin, sovuq suvga cho'milgan bo'lishi mumkin. Yoki undan tashqari ichning doimiy ravishda qotib kelishi, yoki spirtnoy, gazli, achchiq narsalarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish, uzoq nagruska, ya'ni og'ir narsa ko'tarish, uzoq o'tirish, uzoq yo'l, masalan, 6-8 soatlab mashinaga o'tirib ketishi mumkin kimdir. Mana shunday holatlarda to'satdan paydo bo'ladigan kasallik. Buni oldindan prognoz qila olmaysiz. Ya'ni sizda shu paraprat paydo bo'lishi mumkin degan savolga oldindan javob berish juda qiyin. Demak, bunday bo'lgan paytda bemor zudlik bilan ekstren ravishda proktologga murojaat qilish kerak. Xirurgiyada bunaqa paytda nima qilinadi? Biz bunday paytda o'sha hosil bo'lgan yiringli bo'shliqni tashqariga chiqarib yuborishimiz, yo'l ochib berishimiz kerak. Yiring tashqariga chiqishini ta'minlashimiz kerak. Bemor bir ahvolda keladi, qiynalib, ko'ziga hech narsa ko'rinmagan, og'riqlar sillasini quritgan kelgan bemor
operatsiyadan keyin shu darajada sizga rahmat aytadiki, ya'ni ko'zlari ochilib, ertachiroq kelsam bo'lar ekan, ertachiroq shu narsani qildirsam bo'lar ekan degan fikrni aytishadi. 99% bemorlarda shu ahvol. Juda qo'rquv bilan kelishadi, qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan. Men sizga ishonch bilan kafolatni aytishim mumkin. Hech qanaqa qo'rqish kerak emas. Ko'zingiz ochilib, hayotga qarashingiz boshqacha bo'ladi. Shunday vaziyatlarda demak, bu yerda asosan ikki xil usulda muolaja qilinadi. Birinchi usuli mesni, ya'ni o'sha hosil bo'lgan yiringli bo'shliq ustiga mahalliy infiltratsion anesteziya qilinib, yiringli bo'shliq ochiladi. Ba'zi bemorlar agar og'riqqa chidamsizlik bo'ladigan bo'lsa, unda vena ichi narkozi orqali bemor uxlatiladi. O'rtacha vaqt 5-10 minut, boringki chuqurroq o'tgan bo'lsa 15 daqiqa vaqt olishi mumkin. O'sha vaqt davomida demak, yiringli bo'shliq ochiladi, yiring tashqariga chiqariladi. Hosil bo'lgan yiringli bo'shliq atrofida hosil bo'lgan fibrinli, gnoyli to'qimalar hammasi tozalanib, yuvilib, yiringli bo'shliqqa demak drenaj tashlanadi. Drenaj degani bu rezina naycha bo'ladi. Bu maqsad teri juda tez bituvchi organ. Xudo taolo shunaqa yaratgan, teri ancha tez bitadi. Bizning maqsadimiz yiringli bo'shliqning bitmasligini ta'minlashimiz kerak. Ya'ni yiringli bo'shliq bitib qolish kerak emas terisi. Sabab organlar xuddi mana atrof to'qimalari gubkaga o'xshab o'ziga yiringni shimib olgan bo'ladi. Gubkani bilamiz, suvga botirsa qanaqa shimib oladi suvni. Xuddi shunaqa to'qima atrofida yiring tarqab ketgan bo'ladi. O'sha atrofda yig'ilib qolgan to'qima, tarqab ketgan to'qimani tashqariga chiqarib yuborishimizni maqsadida demak kesilgan joyga drenaj tashlanadi va drenaj 3 kundan 5 kungacha demak qoldiriladi, har kun yuvib tozalab turiladi toki atrof to'qimada yiring chiqib ketishga ulgursin. Drenaj olgan kuningizdan 2-kunga yetar yetmas уже yara bitishni boshlaydi. Bu demak o'tkir parapraktitni kasalligini davolash usuli. Bu kasallikni hech qanaqasi dori-darmon bilan maz bilan davolab bo'lmaydi. Bu o'tkir holat, o'tkir yiringli holat chista jarrohlik usulida demak bartaraf etiladi. Demak, kasallikni demak davolangandan keyin oldimizda 2 xil natija kutiladi. 2 xil natija kutiladi. Birinchisi 10-15% hollarda kasallikdan bemor butkul xalos bo'ladi, ya'ni kesilgan yaradan yiringlar chiqib ketdi, hammasi toza bo'ldi, yaralar bitdi, kasallikdan qutuldi bemor. Odatda 80-85% ehtimollik bilan aytishim mumkin, bemorlarda bu kasallik ikkinchi etapda kasallikka o'tadi. Ya'ni buni otini surunkali parapraktit yoki boshqa tilda aytadigan bo'lsak, surunkali to'g'richak oqmasi yoki svish deyiladi. Pararektalniy svish ham deyish mumkin, ruschasi aytadigan bo'lsak. Bu kasallik o'tadi, svish hosil bo'lishi mumkin. Svish degani oddiy aytadigan bo'lsak, ichak boya aytgan zararlangan kripta, morganli kripta bilan tashqarida hosil bo'lgan teshik o'rtasida kanal shakllanadi. Kanal ariq shakllanadi. O'sha ariqchadan doimiy ravishda yiring kelib tashqariga chiqib o'taveradi. O'sha hosil bo'lgan kanalni demak ikkinchi etapli operatsiya, ya'ni svish oqma yo'llarni kesish operatsiyasi bajariladi. Bu svish haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda batafsil gapirib o'taman. Kasallik prognozi qanaqa bo'ladi degan savolga javob berish maqsadida aytib o'tilyapti. Demak, agar deylik ba'zi bemorlar chidamliligi yuqori bo'lsa yoki vrachga borish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, unda nima bo'lishi mumkin? Borgan sari yiring yig'ilib boradi va yiring bo'yatganlik tashqariga chiqish kerak. Yo u ichakdan kriptani, o'sha hosil bo'lgan kriptadan yorib chiqishi mumkin ichakning ichki tomonidan yoki teridan yorib chiqishi mumkin. Odatda teridan yorib chiqadi. Teridan yorib chiqqandan keyin bemorda to'satdan yengillik his qiladi. Ya'ni og'riqlar o'tdi, ko'zlari ochildi, nahotki tuzalib qoldim deb o'ylashadi. Albatta bu yolg'on simptomatika. Bemor bunda o'sha hosil bo'lgan yiringni ma'lum bir miqdor tashqariga chiqib ketgandan keyin bemor o'zida yengillik his qilyapti. Lekin 2-3-4 kun yoki ba'zan bir hafta o'tgandan keyin o'sha teri bo'yatgandek tez yopilish hisobiga yiring yana ichkariga yig'ishni boshlaydi va klinika yana boshqatdan nomayon bo'lishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizda yoki sizning tanishlaringizda xuddi mana shunaqa kasallik vujudga keladigan bo'lsa, unda zudlik bilan vrach proktologga murojaat qilishingiz kerak. Bu kasallik kechiktiradigan kasallik emas, ya'ni erta boraman, endi boraman deydigan holat emas. Xuddi mana bemor o'tkir appendist bo'lib qolsa, endi boraman, 3-kun boraman yoki qo'pol sen pulim tahlil oladi degan narsa qarab o'tirmaydi. Bu ekstrem ravishda borib murojaat qilinadigan narsa. O'shaning uchun zudlik bilan vrach proktologga murojaat qilish kerak. Vrach proktologga borishdan qo'rqish kerak emas. Boya aytganimdek 2 xil usul yoki nutriy narkoz yoki bo'lmasa mahalliy anesteziya orqali yiring chiqarib yuboriladi. Sog'lom ravishda o'zingizni yaxshi his qilib, bemor hayot faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi.
Shuning bilan qisqa bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat. Agar sizda qanaqadir savollar, e'tirozlar yoki deylik fikrlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat izohlar bo'limida o'zlarining fikrlarini qoldirishingiz mumkin. Biz imkon qadar har bitta kommentariy, har bitta yozilgan izohga javob berishga harakat qilamiz. Yana sizni qanaqa proktologik muammolar qiynayapti yoki qaysi proktologik muammolar haqida bilmoqchisiz, ularni ham izohlar bo'limiga qoldirishingiz mumkin. Biz izohlar bo'limini o'rganib, sizning savollaringizga to'liq video shaklda javob berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting, o'zingizni asrang, yaqinlaringizni asrang. Sog'liqqa bee'tibor bo'lmang azizlar. Salomat bo'linglar.